Assalomu alaykum. Bugungi videoda Odoo tizimida ishlab chiqarish, ya'ni manufacturing jarayonlarini yanada tezroq, qulayroq boshqarish uchun ishlab chiqilgan yangi UniView MRP modulini ko'rib chiqamiz. Ushbu modul oddiy manufacturing moduliga qaraganda ishlash jarayoni sezilarli darajada soddalashtiriladi va keraksiz tugmalarni bosishni kamaytiradi. Modulga kirganimizda bizani barcha mavjud ishlab chiqarish buyurtmalari, ya'ni manufacturing orders kutib oladi. Chap tomonda filtrli paneli joylashgan bo'lib, u orqali buyurtmalar holatiga qarab draft, confirmed, in progress, done bemalol filtrlab olishimiz mumkin bo'ladi. UniView MRP moduli free view, ya'ni daraxtga o'xshagan ko'rinishga ega. Bu yerda siz barcha mahsulotlarni, ularga tegishli buyurtmalarni bitta joyda ustun shaklida ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib Assembly One Work Center jarayonlarini ochib, uni ichidagi har bir mahsulotda alohida holatini tekshirish imkoniyatiga egamiz. Eng qulay tomoni, biz buyurtmalarni alohida oynada ochmasdan aynan shu ekran orqali tahrirlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, komponentlarni qo'shish yoki ularning sonini o'zgartirish juda ham oson. Tizim avtomatik ravishda material balansini hisoblab boradi o'zi. Ma'lumotlarni kiritib bo'lgach, yuqoridagi confirm, ya'ni tasdiqlash tugmasi orqali tasdiqlaymiz. Shundan so'ng tizim buyurtmalarni plan qilish va start, ya'ni ishga tushirish uchun knopkali chiqazib beradi bizga. Biz yana bir marta qo'shimcha oyna ochib o'tirmaymiz, barchasi bitta tugma bilan shu oynani o'zida bajariladi. Ishlab chiqarish jarayoni yakunlangach, Produce All tugmasini bosamiz va boshqa buyurtmalar holatini ham chap panel orqali kontrol qilishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, UniView MRP moduli sizga vaqt tejash va ishlab chiqarish jarayonini maksimal darajada optimallashtirish va avtomatlashtirish imkonini beradi. Shu bilan UniView MRP bo'yicha instruksiya darsimiz tamom. Salomat bo'ling.